Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati qaysi tumanidan edingiz? Oltinsoy tumanidan pressep zakaz berdilar. Pressepimiz razmeri 1.60 ga 2.10 razmerida bo'ldi. 2 metr 10 santimetr. Bir mostlik, ikki mostlik tayyor presseplarimiz ham bor. Like'larni bosib, obuna bo'lib, pressep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Murojaat uchun telefonlarimiz mana 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bir mostlik, ikki mostlik tayyor presseplarimiz ham bor. Do'stim, Surxondaryoning qayerdan edingiz? Oltinsoy tumanidan. Pressep ma'qul bo'ldimi? Ma'qul, zo'r ekan. Bir oy oltincha nima berdi, zakaz berdingiz, ha? Hamma joyini ko'rib oldingiz. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Ha, boshqalarga ham tavsiya. Yana surxondaryoliklarga kelsalar, xudo xolasa, parkopni yoki tentni bonus qilib beramiz. Yana kelgandan keyin 500 ming so'm, savdo bo'lgandan keyin 500 ming so'm, kelishib bo'lgandan keyin 500 ming so'm yo'l kirasiga yordam beramiz. Mayli, yaxshi kunlarga buyursin, yaxshi kunlarga ishlat. Mayli, rahmat, salomat bo'linglar. Yaxshi yetib olinglar. Mana pressepimiz ham Surxondaryoga ketdi. Zakaz asosida tayyorlab berdik. Bir mostlik, ikki mostlik tayyor presseplarimiz bor. Zakaz asosida ham tayyorlab beraveramiz. Like'larni bosib, obuna bo'lib, pressep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. O'rtoqlar, 2025-yil 8-yanvardan 18-yanvargacha aksiyalarimiz davom qiladi. Parkop yoki tentni undan tashqari yana 500 ming so'm kelishib qo'ygandan 500 ming so'm aksiya qilib beramiz. 500 ming so'm kelishib qo'ygandan yana 500 ming so'm qo'llaringizga qaytib beriladi. Like'larni bosib, obuna bo'lib, 10 kunlik aksiyamizdan unumli foydalanib qolinglar. Pressep ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarish shahri. Yerko'rg'ondan kelishda mashina bozoriga yetmasdan 8 etajli domni ro'parasida mana avtosuhrab servisga kelaverasizlar. Ichkaridan presseplar tayyorlanayotganlar ham bor, har xil tayyorlari ham bor. Like'larni bosib, obuna bo'lib, pressep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz.